Diqqat, yangilik va nihoyat o'sha kun keldi. Men bemorlarga aytardim. Bu kun albatta keladi deb va keldi. Men o'ylagandim 1-2 yilda bo'ladi degandim. Yo'q. Tezda bo'ldi bu narsa. Endilikda siz psixotrop dori vositalari, gormonal preparatlar va antibiotiklarni shifokor retseptisiz umuman ola olmaysiz. Oldin shamollab qolsangiz, aptekaga borib 4 ta Ceftriaxon olib kelsangiz yoki dexametazon olib kelardingiz, endi ola olmaysiz va meni dorilarim ayrim aptekalar berardi, ayrimlar bermasdi. Bergani ham mana bunaqa retseptni blankka so'rardi. Endi mana bu ham o'tmaydi. Endi bu ham bekor. To'g'ri, hozir bu narsa Toshkent shahrida va 15 ta tuman shaharlarda qilinyapti, va lekin 2026-yilning oxirigacha butun respublikani qamrab olish ko'zda tutilgan. Endi nima bo'ladi? Endi siz maxsus Demet degan ilova orqali ro'yxatdan o'tasiz. O'sha yerda sizda qanaqa analizlaringiz, qanaqa kasalligingiz bor, qanaqa retseptlar yozilgan sizga, hammasi sizda turadi. O'sha telefoningizdan shunday aptekaga ko'rsatish orqali, endi shifokorning retseptini ko'tarib yurish shart emas, telefonda shunday ko'rsatish orqali siz retseptingizni olsangiz bo'ladi. Lekin shunchaki siz menga mana bu dorini bering deb shifokor retsepti bilan beriladigan dorini endi ola olmaysiz. Bu narsa bir tomondan ancha yaxshi bo'ldi, chunki tartibga solinadi. Chunki shunaqa holatlar bo'layotdi. Men qabulimga keladi ayrim insonlar, psixotrop, endi biz psixotrop ishlatamiz. Psixotrop degani o'ylamanglar bir qanday narkotik deb. Psixotrop degani bu psixoruhiyat, trop oziqlantiruvchi, ruhiyatga ta'sir qiluvchi har qanday dorini biz psixotrop deb ataymiz. Shunaqa holatlar bo'lardi. Psixologlar tibbiyotni bilmaydi. Dorini shunday yozib yuboradi bemorlarga. Mana bu dorini iching, bu dorini iching. Ta'sir mexanizmini umuman bilmaydi. Apteka uni berardi. Ana endi mana shu narsa cheklanadi. Dorini faqat mutaxassis yozadi. O'sha mutaxassis shifokor retsepti bilan siz bu dorini olasiz. U endi qog'oz ko'rinishda maxsus QR kodi bilan skaner bo'ladi yoki telefoningizdan ko'rsatsangiz bo'ladi. To'g'ri, hozir endi bu tizimga o'rganguncha menga ham qiyin bo'lyapti. Hozir biz davlat shifoxonalari ko'pchilik o'tgan, xususiylar o'tishda davom etyapti. Men ishlagan klinika ham endi o'tishni boshladi. Shuning uchun hozir bir sal o'rtada bir tebranish bo'ladi. Ayrim bemorlarda sal tushunmovchilik bo'lyapti. Endi har qanday yangilik kelganda bir shunaqa qo'zg'alish bo'ladi. Lekin Xudo xolasa o'ylaymanki bu yaxshilikka. Endi nazoratda bo'ladi. Har qanday ichayotgan doringiz ham davlat nazoratida bo'ladi, chunki ilova orqali elektron tekshiriladi. Xohlagan doringizni o'z boshimchalik bilan icha olmaysiz endi. Shifokor yozgan dorini siz nazoratda ichasiz. Chunki shunday aptekaga borib antidepressant yoki boshqa bir dorini ichaman desangiz, bermaydi. Siz qanaqa dori ichayotganingiz albatta ro'yxatda turadi. Meni bemorlar keladi, ayrim dorilarni ichadi, yashiradi. Misol uchun aytmaydi. Endi uni yashira olmaydi ham, chunki ilovada bori ko'rinadi. Bu bir tomondan yaxshi. Endi yomon tomoni sal moslashguncha bizga ham qiyin bo'ladi. Chunki hali tizim yangi, hali kamchiliklar bo'ladi albatta, sal tushunmovchiliklar bo'ladi. Shuning uchun bir ma'lum bir muddat sal sizlar ham, men ham, ya'ni biz ham qiynalamiz. Lekin Xudo xolasa o'ylaymanki yaxshilikka bo'ladi bu narsa. Men o'zi qanaqa dorilar ishlataman bilasizlar? Men antidepressant, asosiy sevgan dorilarim trankvilizator tinchlantiruvchi, ayrim hollarda neurolitiklar, kamdan kam yozaman, nootrop dori vositalari va sedativniy. 5 ta guruhda dori ishlataman, lekin mana shundan asosiy 4 tasi retsept bilan beradi. Sedativniy o'tlardan qilinadigan valerianka, boshqa masalan vamilan yoki magniy boltalar bo'lishi mumkin, element bular, mikroelement, bu qandaydir bir kuchli dori emas. Mana bunaqa dorilarni to'g'ri bez retsept olsangiz bo'ladi. Lekin qolgan dorilarni siz shifokor retsepti bilan olasiz endi. Endi tavakkal retsept yozib berish ham bo'lmaydi. Endi siz o'z boshimchalik bilan dori ham icha olmaysiz. O'sha shifokor nechta retsept yozgan, 60 dan, shu 60 dan olasiz. Undan ziyod ham kam ham, endi kamki o'zingizga ixtiyoringiz, lekin ziyod ola olmaysiz. Bu bir tomondan yaxshi. Endi albatta takomillashsa, hozircha nazariy tomondan o'ylaganda bu yaxshi. Endi amaliyotda qanaqa bo'ladi bilmayman hali. Amaliyotda sinaylik, ko'rilsin. Agar hammasi o'ylangandek bo'lsa, men o'ylaymanki yaxshi bo'ladi. Endi bu yoqqa psixoterapiyaga e'tibor berasiz. Dorini pala-parcha ichavermaysizda, ana endi psixoterapiyani mahkam ushlaysiz. Chunki dori endi qattiq nazoratga olinyapti davlat tomonidan. Nafaqat menga, bu boshqa mutaxassislarga ham endi bu bir tomondan yaxshi, bir tomondan yomon. Chunki ayrimlar bosib yozaveradi, endi o'ylab yozadi. Chunki har bir yozganiga javob beradi.
ilovada turadi. O'ylab, tavakkal yozilmaydi dorilar. Mana shu dalillarga asoslangan tibbiyot asosida nima bu dori, misol uchun qaysiga ta'sir qiladi, nima qiladi, hammasini asoslab berish kerak. Ertaga bemor tomonidan e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, mana bu dori bunaqa, tavakkal paqirlatib yozib tashlash endi yo'q. Bu yaxshi. Endi iloyim yaxshi bo'lsin. Yaxshi niyatda boshlanibdi, xursandman. Endi bir o'rgangunimizcha sal tushunmovchilik bo'ladi, chunki men ham hozircha bemorlarga qog'oz bilan yozyapman. Viloyatdagilar olsa bo'ladi, lekin Toshkent shahar bermayapti. Sal muammo bo'lib turibdi. Nasib qilsa biz ham o'tib olsak tez kunlarda bu narsadan keyin Xudo xolasa o'ylaymanki, muammo bo'lmaydi. Shuning uchun miyani ishlatib, bu yoqqa elektron tarzga o'taylik. Hamma narsa elektron bo'lib ketyapti. Retseptingiz ham elektron bilan qog'ozni ko'tarib yo'qotib qo'yib, misol uchun yo'qolib qoladigan narsa. Qiynalib yurmanglar. Undan ko'ra telefonda ilovani yuklab olib, men o'zim kelganlar aytaman, yuklab olib, ana shundan ko'rsatsangiz, muammo bo'lmaydi. Telefoningizda doim turadi. Ana shunday yangiliklar, albatta bu videoni ham boshqalarga ulashib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Videoga like bosinglar, izoh yozinglar, o'zlaringiz qanaqa savol qiziqtiryapti. To'g'ri, hamma kommentlarga javob bera olmasligim mumkin, lekin ayrimlarga beraman. O'zlaringiz qiziqtirgan narsani yozinglar. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Ko'pchilik bilib bilsa, endi dorilar qat'iy rejimga olinadi. Chunki noto'g'ri dorilarni ichib odamlarda surunkali kasalliklar ko'payib ketayotgandi. Meni ham bemorlarimda dorilarni palapartish ichish natijasida doriga rezistentlik, ya'ni qarshilik rivojlanib qolgandi. Ya'ni doriga o'rganib bo'lgan, endi dori bersak boshqacharoq ta'sir qilmaydi. Endi bu narsa ancha kamayadi, surunkali kasalliklar ham o'ylaymanki ancha kamayadi. Aptekachilar ham shunaqangi tavakkal dorini berib yubormaydi endi, chunki shifokor retsepti talab qilinadi. Hammaga rahmat, sog', salomat bo'ling.